Barchaga assalomu alaykum, Aynimo mehmonlari. Bugungi do'konimiz mehmoni Akramjon Xotamov bo'ladilar. Bu kishi o'zi bizning doimiy mijozimiz va o'zlaridan fikrlarini so'rab ko'ramiz. Bizning tovarlarimiz, ya'ni mahsulotlarimiz haqida fikringiz qanday? Avvalambor assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Tovarlarga kelsak, juda ham birinchi o'rinda juda ham ko'p, ya'niki har xil stildagi luk qissalaringiz bo'ladi. Sifatiga kelsak, gap yo'q. Narxlariga kelsak, umuman gap yo'q, chunki bunaqa narxda bunaqa narsa olish bu faqat Aynimoga xos. Ko'rib turganingizdek, bizda skidka, ya'ni aksiyadagi tovarlarimiz ham bor. Ularni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Hayron qoldim. Sifat yaxshi, narxlar undan ham yaxshi. Mana buni nech pul deb o'ylaysiz? O'zimning taxmin qilishim bo'yicha keling 600 dir. 600 ming taxmin qilyaptilar, lekin bu skidka narxida 199.900 so'mdan xarid qilishingiz mumkin, lekin ushbu vitrovkalarimiz soni chegaralangan. Bo'lmasam ketdik, hozir bu kishini kiyintiramiz va agar sizga ham mana shunday kiyimlar kerak bo'lsa, bemalol Aynimoga kelib aksiya narxida xarid qilishingiz mumkin. Aksiyamizni eslatib o'tamiz, 12 oktyabrgacha davom etadi.